Mana hozir aytmang, kam harakatli ko'payib boryapti. Telefonlar, boshqa narsalar, to'g'rimi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Oldimizga qayerdan keldik dedingiz? Vodiy Qo'qondan. Qo'qondan. O'zbekiston tumani, Farg'ona oblasti O'zbekiston tumani Bo'ston qishlog'ida. Qo'qondan kelibdilar, tashrif buyuribdilar. Hozir mana gaplashib o'tirish davomida aytdilarki, siz hammasini avval tekshiraman, keyin lecheni yozib beraman deganingiz uchun keldim debdilar. Xuddi shunaqa. Chunki ishonch hosil qildim-da men. Chunki YouTube'da eshitib turib, hansirashlar to'g'risida gaplashyapti. Boshqalar to'g'risida hammasini analiz qilib niyat qilib yetib keldim-da. Bir Qobilga kirib, shu lecheniyani olib, xudo xolasa 1 oydan keyin shu xonasida o'ynab berib chiqib ketay degan bo'laydi. Xudo xolasa, ilohim aytganingiz kelsin. Katta padarka bilan kelaman. Ilohim Allohim yuzimizni yorqitsin. Qarang, mana hozir gaplashib o'tirganimizda aytdingiz-ku, mana bunday holatga ota-onangizni so'radik, bobo buvingizni so'radim, hech kimning unaqa kasallik yo'q, qarindoshlarda bo'lmagan. O'zingiz aytdingiz-da, nima sababdan bunday holatga tushganingizni, shuni hamma xalq uchun aytib qo'ysangiz foydali bo'lsa, mana yo'q deb qarashadiganlar. Sababini o'zimizdan qidiramiz, aybi o'zimizda. Kam ishlaymiz, kam mehnat qilib, ko'p ovqat yeb, ko'p yotganmiz. Ana shuning uchun mana shu nimalarga uchrab turibmiz. Endi Xudo nasib qilib niyat qilib keldik. Yozib bergan lechenelarni yaxshilab joyiga qo'yib olsam, Xudo xolasa. Yomon emasman hozir ham, sog'lig'im yaxshi, lekin yaxshi. baribir bir ko'rinib, tekshirtirib, o'zingiz tarbiya qilmasangiz, birov aytib, bolalar ham uncha yaxshimisiz deb qo'yadi, bo'ldi, boshqa ish yo'q. Tana boshqa dard bilmas. Ana xuddi shunaqa. Tana boshqa dard bilmas. Uni shunchaki bu insoniyatdagi narsa, uni baribir hech qachon kimdir dard chekmaguncha boshqa odam tushuna olmaydi. Tushunib bo'lmaydi. Boshimni o'tkazganimiz uchun misol 2004 da boshlanganda, mana 22 yil bo'ldimi? 22 yil bo'ldi. Hali ham siz harakat qilibsiz-ku, 147 kilodan 115 kilo, 117 kiloga tashlabdilar. O'zi mana tushunib yetib, baribir bular mana yoshlari ulug', bizdan ko'ra ko'p narsalarni ko'rganlar. O'zi tushunib yetibdilar-da, vazn tashlashga harakat qildilar. Chekish, tashladik-a. Chekishni ham, ichishni ham umuman iltimoslardan ham. Shuni yomon ta'siri bor-a baribir. Kuchli ta'sir odamni o'zini nima qilar ekan deb baqir. Ya'ni zamon bo'lsa. Bir pachka, 1,5 pachka napasni shulardan bo'lganda misol bular. To'ppa-to'g'ri. Mana shunaqa gaplar azizlar. Zararli odatlardan voz kechamiz. Ko'proq harakatlanamiz. Tana vaznimizni regular normada ushab yuramiz. Va bular aytgandek, nafsga erk bermasdan o'zimizni, sog'lig'imizni 6 oyda bir marta bo'lganda hech bo'lmasa profilaktik tekshiruvdan o'tkazib turamiz. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'linglar.